tez bo'shanishda qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Odatda erta bo'shalish 2 xil bo'ladi va unga yondashuv ham 2 xil. Birinchi holatda, agar sizda erta bo'shalish balog'atga yetish davridan boshlanib toki uylanib, farzandli bo'lib, oilali bo'lganingizdan keyin ham davom etsa, demak, jinsiy olat bosh qismidagi sezuvchanlik yuqori bo'lishi mumkin. Bunda yechim faqatgina lidokainli mazlar yoki bo'lmasam denervatsiya deb nomlanuvchi mikrojarrohlik amaliyoti hisoblanadi. Agar sizda erta bo'shalish oxirgi 3-6 oy mobaynida bo'layotgan bo'lsa, bunda siz albatta organik va gormonal buzilishlarni tekshirishingiz shart. Ya'ni endokrin tizimidagi buzilishlar, prostata bezini yaralanish kasalliklari va shunga o'xshash holatlarda bo'lishi mumkin. Agar sizda ham shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, konsultatsiya uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling.